Beruniy Gulshani reklamalardan va ya'ni o'zining ish etgan sohasidan Beruniy sharoitida bir oydancha so'm pul topadi. Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan har doimgidek men Ayim Bobur va bu yana sizlar bilgan Beruniy narxlari. Bugungi videomizda biz sizlar bilan birgalikda Beruniyli odamlar bir oydancha so'm pul topadi degan savollaringizga javob topamiz va bugungi videomiz mehmoni ko'pchiligimiz tanitag'in, bilatag'in tumanimizdagi ayol blogerlardan birisi Beruniy Gulshani bo'ladi. Xullas, ketdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Turdan turi kelaverdik. Hozir shu yerda video o'tirgan ekansizlar. Nima yangilik bo'tir ko'rdi? Sabah salonida xudo xolasa noyabr dekabr oyi uchun skidka bo'latir. Necha so'mni qo'yish, necha so'mga tushirdingizlar? Ko'p narsalar 50% ga tushdi, ya'ni 800 mingliklar 400 mingga, 400 liklar 200 likka, qoshlarimiz 350 dan edi, 250 ga tushirdik Sabahat. Obunachilar uchun keyin kelin perchoskalar 2 millionliklar 1,5 ga, original kosmetikalar bilan bonusini qash chizib beramiz. Endi yigitlar bu narsaga tushunmasligi mumkin, lekin kuzatib turgan ayol qizlarimizga bu narsalar quloqqa mayda yaqib turibdi deb o'ylayman. Pastda akkauntlarni qoldiramiz. Salonning akkauntining o'zini ham o'tib turib ko'rsangiz bo'ladi, ne yangilik, gap nima haqida ketayotganini. Siz ekran orqasida birinchi marta ko'rib turgan insonga o'zingizni kim deb, qaysi sohaga egasi deb tanishtirasiz, sizni umrbod hisob qarash uchun. Men eng avvalo tabrik loyihasi davralarida tabriklar chiroyli etib o'tiruvchi Suxandon deb tanishtirgan bo'lar edim, lekin hozir zamon talabi bilan bloger desam bo'ladi. Uning uchun endi hozir reklama aylanib ketdi ishlarimiz. Beruniy Gulshani deb taxallusim bor, kanalimning nomi. Shunda Beruniy Gulshani reklamalardan va ya'ni o'zining ish etgan sohasidan Beruniy sharoitida bir oydancha so'm pul topadi. Sho'rni aytmay qo'ydim-da. Aytmasangiz bo'lmaydi. Tabrik loyihalar bilan reklamalarimizni qo'shganda 10 milliondan 18-20 milliongacha bo'lishi mumkin. Chupqa bir videoncha so'm. Tabrik loyihalari 500 mingdan boshlanadi. Reklama 1,5 million. Instagram'ga Postlarimiz ham 1,5 million, istoriyalar 400 ming. eng qimmat qolgan reklamangiz necha so'm foyda olib kelgan? Qachon qanday reklama bo'lgan? 8 million bo'lgan, oltin do'konda bo'lgan. Eng ulug' bitkingiz necha so'mga pishgansiz? 8 million 400 ming so'm ishtirok tushganman, yarmini to'lab qutulganman, 4 million 200 da mashinada. Xo'p, keyingi videomizda kim chiqsin? Beruniy biznes lediyimiz bor, Farida, kelin liboslari asoschisi Farida chiqsin, o'zini qo'shni. Videoni ko'rib turgan siz, keyingi videomizda qaysi inson chiqsa siz uchun qiziqroq bo'ladi? Komment qo'ying va albatta o'z fikringizni yozib qoldiring. Har doimgidek siz so'ragan savolingiz, fikringiz yerda qolmaydi inshaalloh. Va birdan like bosib qo'ysangiz, bizlarni xursand etgan bo'lasiz. Beruniyning ichidagi yangiliklarni bilib borish uchun pastdagi podpisatsiya knopkasini bosib qo'ysangiz, ondan ham zo'r bo'ladi. Shtobi bir-birimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun. Rahmat. Beruniyning ichida ne gap so'z bo'lsa, hammasi shu yerda bo'ladi.